Toshkent shahar suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati mavjud muammolarni zamonaviy usulda raqamli texnologiyalar bilan hal etmoqda. Shahar bo'ylab mingdan ortiq nuqtaga maxsus datchiklar o'rnatildi. Dispetcherlik markazlari masofadan turib poytaxtimiz Toshkentning butun suv tarmog'ini onlayn rejimda kuzatib boryapti. Iste'molchilar uchun ham shaxsiy kabinet platformasi yaratildi. Xo'sh, bu islohotlar amalda qanday natija beryapti? Ular uchun qanday qulayliklar bor? Hamkasbimiz Madina Hamrayeva mavzuni o'rgandi. Har kuni suv jumraklarini buraganimizda toza va tiniq suvning kelishida minglab kilometr quvurlar narida ko'plab mutaxassislarning mehnati turgani haqida har doim ham o'ylab ko'ravermaymiz. Toshkent shahar suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati tomonidan bugungi kunda raqamlashtirish, ya'ni aqlli счетчикlar qo'yish jarayonlari davom etmoqda. Minglab aholi istiqomat qiladigan Toshkent shahrida har bir xonadonlarga suv bosimini bir maromda yetkazib berishda ushbu mutaxassislarning mehnati katta. Bugun mana shu jarayonlar bilan yaqindan tanishamiz. Korxonadagi eng muhim yangiliklardan biri gidrodinamika bo'limida tashkil etilgan zamonaviy dispetcherlik markazidir. Bu markazni poytaxt suv tarmoqlarining haqiqiy yuragi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Aynan shu yerdan turib Toshkent shahri bo'ylab yetkazilgan quvurlar, nasos stansiyalari, katta hajmdagi magistral tarmoqlar hamda inshootlardagi suv bosimi onlayn rejimda kuzatib borilmoqda. Iste'molchilarga o'rnatilgan suv hisoblagichlarni nazoratchilar tomonidan planshet berilgan. Shu planshet orqali faqatgina shu domma oldidan o'tib ketilsa bo'ldi. Suv hisoblagich pokazaniyalarini yig'ib boradi. Yig'ib borilgandan keyin avtomat tarzda bizani ma'lumotlar bazasiga jo'natadi va hisob-kitoblar shaffof bo'lib boradi. Ya'ni iste'molchida 10 kuba ko'rsatayotgan bo'lsa, 10 kubaga hisob-kitob bo'ladi, 5 kuba ko'rsatayotgan bo'lsa, 5 kuba hisob-kitob bo'ladi. Ya'ni inson omili aralashuvi bu yerda yo'q. Dispetcher monitorda shaharning suv pulsini real vaqtda ko'rib turadi. Qolaversa, bu tizim ishlashi uchun shahar bo'ylab mingdan ortiq nuqtaga maxsus datchiklar o'rnatilgan. Ular kichik, ammo o'ta muhim qurilmadir. Ilgari biror tarmoqda nosozlik yuzaga kelganda uni aniqlash uchun soatlab vaqt sarflanardi. Bugun tizim muammoni bir necha soniyada sezadi va darhol signal beradi. Bu esa inshoot ishini doimiy onlayn kuzatish hamda zarur holatlarda nasoslar va boshqa uskunalarni masofadan turib boshqarish imkonini beradi. Aqlli счетчикlarni o'rnatishdagi yondashuv inson omili xatoliklarini keskin kamaytiradi. Har bir qaror esa aniq ma'lumotlar asosida qabul qilinmoqda. Raqamli islohotlar faqat ishlab chiqarish bilan cheklanmadi. Korxona eng katta e'tiborni iste'molchilarga qaratdi. Chunki har bir islohotning haqiqiy o'lchovi bu fuqarolarning farovon hayot kechirishiga qaratilgandir. Aholida ba'zi bir savollar, e'tirozlar paydo bo'lmoqda. Aqlli yangi счетчикlar nisbatan tez aylanmoqda degan. Bu fikrga qanday izoh berasiz? Hisoblagichlar birinchi navbatda davlat reyestriga kirgizilingan hisoblagichlar hisoblanadi va davlat standartidan o'tkazilingan o'ziga yarasha litsenziyalari bor. Ortiqcha hisoblashlar, ortiqcha tez aylanishlar bo'lmaydi. Xulosa qilib aytganda, Toshkent shahar suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati bugun an'anaviy kommunal xizmat korxonasidan tubdan farqli, zamonaviy, raqamli, aqlli kompaniyaga aylanib bormoqda. Har bir tomchini oqilona sarflaydigan texnologiyalar kelajakning emas, allaqachon bugunning tilidir. Toshkent esa bu tilda ishonch bilan so'zlay boshladi.